Endikiliksimizni başlaymayız, hürmetlik vatandaş. Bugün Çislağa 2021 yıl 4. ayının 15. günü. Endiki mavzumunda hürmetlik vatandaşım. Amerika Koşmuş Ştatları Rusya Federasyası yukarı derecelikler söhbeti derhal çağırılamdı, yoki derhal başlanamdı. Mavzulu haber 4. ayının 14. günü Germaniya Ovoz radiosu e'lon qilindi. Ve bir torbeti şokunu köçürüp bastı haber. Mundaq başlan. Amerika Qo'shma Shtatları Prezidenti Joe Biden Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin bilan suhbatlashish taklifi o'tirib qo'ygandan keyin Kreml Sarayı inkas qaytarishga ehtiyotchan bo'ldi. Kreml Sarayı Prezident Joe Biden'ning taklifini topshirib olganligini allaqachon dalilladi. Lekin bu taklifni qabul qilib, Prezident Joe Biden bilan suhbatlashish to'g'risida texi aniq pozitsiya bildirmadi. Biroq navbatda Prezident Joe Biden, Prezident Vladimir Putin Prezident Vladimir Putinni bir qotil deb hisoblagandan keyinmi? Prezident Vladimir Putin, Prezident Joe Biden bilan suhbat o'tkazishni xohlaydiganligini bildirgan edi. Prezident Joe Bidenning mushu so'zi tufayli Prezident Vladimir Putin hatta bosh elchini Amerikadan chaqirib ketgan edi. Dastlabki bir jumla so'zdi. Haftanın 2. günü, 4. ayının 13. günü Rusya armiyasının Ukrayna chegarasiga to'planishi tufayli Rusya'nın rahbari Prezident Vladimir Putin bilan telefonlashganda Prezident Joe Biden ikki taraf yuqori darajaliklar suhbatini o'tkazish taklifini o'tirg'a qo'ydi. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Suhbat kelgusi oylarda 3. devleti ötkazilishi kerak. Prezident Joe Biden Rusya Federasyası bilan Amerika Qo'shma Shtatlari duch kelgan barliq mavzularda suhbatlashishni umid qiladi. Aqsaray mundaq ko'rsatdi. Suhbatlashish jarayonida Prezident Biden Rusya armiyasining tuyuqsiz Ukrayna chegarasida paydo bo'lishi, Krimiyani yutib olishidan ansiraydiganligini bildirdi. Moskva taraf ko'pchilik kishilar mundaq hisobladi. Prezident Joe Bidenning suhbat o'tkazish taklifi ikki davlatning qarshilashish endi suhbatlashi qarab mong'ollikning boshlanishidir. Hatta Gorbachev Nobel mukofoti laureati Gorbachev mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden bilan Prezident Vladimir Putinning suhbat o'tkazishi Rusya Amerika munosabatining yangi bir qatlamga kirishidan umid tug'ildi. Gorbachev mundaq ko'rsatdi. Endi keyniga so'raverishga bo'lmaydi. Gorbachev Rusya Amerika ikki tarafdan darhol qo'l silib suhbatga tayyorlik qilishiga haydakchilik qildi. Devamını anlayışla hürmetlik vatandaş.